Aka, mana buni qarang. Gap yo'q. Atamankalargacha chiqib kelyapti-yu. Endi bitta mana bu salonga baho berib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Men patetkalarni aytmaysizmi? Gap yo'q, men o'rtada soatga, lekin baribir ishqim ketdi. Katta panorama kirishi. Hali ham saloni motiv bo'lib turibdi. Gap yo'q, akam. Siz uchun juda ham ideal holatdagi bo'lgan Mercedes-Benz W213 200 avtomobilni olib kelib qo'ydim, akam. Men videoga bitta baho berib qo'ying. Buni chiroyli ishlab qo'yishganini aytmaysizmi? Gap yo'q. Avtomobilimiz 2019-yil ishlab chiqarilgan va shu kungacha atiga 23 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Akam, bunaqa probegli 213 larni hozir chiqatda ham topa olmaysiz. Egalari gap yo'q, juda ham yumshoq, yengil ballonda qo'yib qo'yishibdi. Avtomobilimizda 2 litr plus 84 ta ot kuchi bilan jihozlangan. Buni zadniy vidiga bitta baho berib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Men pisochniy faralarini aytmaysizmi? Juda bir o'zgacha vid berib turibdi. Avtomobilimizdan narxi keladigan bo'lsak, ushbu ideal holatdagi bo'lgan salonlari matri W213 avtomobilimizni siz bor yo'g'i 57900 ga xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Akam, menimcha bunaqa probegli, bunaqa komfort, arzon bo'lsa kerak. Bosib yuboring.